Assalomu alaykum azizlar. Bugungi ajoyib podkastimizda mavzusi hammaga qiziq va kutilmagan mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni parazitlar haqida gaplashamiz. Bu juda qiziq mavzu bo'lib, ko'p kishi uyaladi bu mavzu haqida gaplashishda. Bugungi mehmonimiz 8 yildan ziyod tajribaga ega Homotip klinikasining asoschisi Elyor Sulaymonovich haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo rahmat taklif uchun. Hamma yurtdoshlarimizni Ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Xush kelibsiz avvalambor. Rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Bugungi podkastimiz bir ajoyib mavzuda, ya'ni parazitlar, ya'ni hammaga qiziq. Chunki bu mavzu haqida gapirishga ko'p kishi uyaladi, gapirish haqida. Shuning uchun ham bu podkastimiz oddiy va qiziq bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh, keling bir ozgina parazitlar haqida bir tushuncha bersangiz, Elyor Sulaymonovich. Ya'ni parazitlar o'zi umuman hayot tarzimizga, hayotimizga, inson organizmiga qanday kelib qolgan ular? Xo'p, savol uchun rahmat. Parazitlar bular ham tirik jonzotlar. Ular ko'zga ko'rinmaydigan darajadan to 12-15 metrgacha bo'ladigan turlari bor. Parazit va infeksiyalar biz ichida emas, ularning ichida yashayapmiz-da. Ular bizning ichimizda emas, ularning ichida yashayapmiz. Shuniga demoqchi bo'lganim, ular ko'p juda ham. Ko'p uchraydi. Tirik jonzotlar bu odam organizmida yashab turib, bir xo'jayin hisobiga tirikchilik qilib yashaydi, parazitlik qilib yashaydi. Ya'ni o'sha aytaylik, men bolalar bilan ko'proq shug'ullanganim uchun ular iste'mol qiladigan ozuqadagi vitamin, mikroelement, minerallarni iste'mol qilish hisobiga ular yashaydi, ko'payadi, hayot tarzini kechiradi. Hozirda misol uchun 90% dan ortiq bolalarda parazitlar aniqlanyapti, uchraydi. Tasavvur qiling, paraziti bor bolaning organizmi to'yinib yashamaydi. To'yinib yashamaydi. Chunki u iste'mol qilayotgan ozuqani yeb qo'ygani uchun odam o'sha organizmiga kerakli ozuqa bormaydi. Misol uchun nerv tizimiga magniy, kerakli mikroelementlardan bir guruh vitaminlar bo'lmagani uchun xotira pasayish juda ko'p kuzatiladi. Aqliy salohiyatining kamligi. Aytaylik, 6 sinf bolasi yaqinda bo'lgan holatda qabulimda 5 karra 5 bilishmaydi, misol uchun. Shunaqa holat. Boshda og'riq bo'lishi, o'sha chakka sohada, ensa sohada kuchli og'riqlar paydo bo'ladi. Qorinda, kindik atrofidagi og'riqlarni paydo bo'lishi. Bu ham parazitlarning ko'p yashashidan, ko'payganidan dalolat beradi. Keyin bolalarda ko'pincha o'sha oyoqlarda og'riq bo'ladi. Buni ota-onalar uyalib tursa, ayrim shifokorlar ham nazoratdan chetda qoldirishadi, bilishmaydi. Chunki bu revmatizm va boshqa kasallikka yo'yishadi, tekshirishadi, revmatizm chiqishmaydi. Bitta savolim borda, mana Elyor Sulaymonovich. Mana ko'p odamlardan eshitaman-da. Ya'ni men uyda tozaman, uyda toza tutaman, uy sharoitida men o'zimga yaxshi qarayman, toza holatimda menga yuqmaydi deb aytishadi. Bu qanchalik rost bu so'zlar? Lekin u toza bo'lgan bilan, hech kim bilan kontaktda bo'lmasa, aloqada bo'lmasa, tashqi muhit bilan unga yuqmaydi. Haqiqatan ham, agar uydan chiqmasa yoki ish joyida ham shunaqa o'ziga o'xshagan insonlar bo'ladigan bo'lsa, unga yuqmaydi. Agar atrofdagi boshqalardagi gigiyena qoidalari, tozalikka rioya qilmaydigan bo'lsa, ularda bo'layotgan bo'lsa, yuqish darajasi yuqoriroq bo'ladi. Misol uchun bolalarimiz siz yaxshi qaraganingiz bilan u kun bilan bog'chada o'ynaydi yoki o'sha tarbiyalanadi, bir-birini buyumlardan, o'quv qurollardan, o'yinchoqlardan foydalanadi. O'tadi. Shuni hisobiga rivojlanadi. Bu yildan yilga aktuallashib, kuchayib bormoqda bu kasalliklar. Chunki sababi bu iste'mol qiladigan ovqatga bog'liq. Chunki yarim tayyor mahsulotlar ko'paygan zamon hozir, fast food zamoni ko'paygan. Keyin bolalar juda ko'p shirinlikga ruju qo'ygan iste'mol qiladi. Shirinlik ko'payadigan bolada bilingki, unda gijja parazit borligi katta ehtimol bilan ayta olaman. Ya'ni shirinlikda o'zini tiya olmaydigan odamlarda, ya'ni ularda qandaydir yuqori darajada parazit gijjalar bo'lishi mumkin. Bu ham endi 100% deb ayta olmaymiz, boshqa sabablari ham bo'ladi. Misol uchun, nima uchun? Gijjasi bor odam gijja tushdi, aytaylik, liambili ichaklarda yashashni boshladi. U magniy degan kerakli mikroelement bor. Shu bilan iste'mol qilgandan keyin, ozuqlangandan keyin u kamaygandan keyin organizmda shiraga bo'lgan talab oshib ketadi. Ular shunaqa programma qilingan, nerv tizimiga shunaqa buyruq beradi, shirani talab qiladi. Aksariyat nimada bolalar ko'p shira iste'mol qilgandan keyin haligi o't qopida dimlanish bo'ladi. O't suyuqligi ichakka tushmadimi,
demak parazitlar uchun muhit yaratadi. Agar normada o't suyuqligi chiqib turadigan bolalarda bo'ladigan bo'lsa, ajraladigan bolalarda bu parazitlar yasholmaydi. Uni davolash ham shart emas. O'zidan o'zi yo'q qoladi. O't suyuqlik shunaqa kuchli nimaki, kislotaki, u o'sha parazit infeksiyalarni yo'qotadi. Odamda ya'ni qanaqa ko'proq belgilari, ya'ni o'sha ko'rsatadi, ya'ni o'sha insonda parazit borligini qaysi hollarda ko'proq uchraydi? Qaysi именно qanaqa belgilar bilan? Ha. Xullas, yana qaytarib aytaman, asosan bolalar bilan ishlaganim uchun ko'pincha qabulimga keladiganlarda bu qorinda og'riq, tunda tish g'ijirlatib uxlatishi, so'lak oqishi, ich qotishi, sababsiz allergik holatlar, keyin toshmalarni paydo bo'lishi tanada allergik belgilardan, keyin yuzda dog'lar paydo bo'ladi, oq dog'lar va nima deydi, hazm tizimida o'zgarishlar paydo bo'ladi, shuni hisobiga gijja belgilar namoyon bo'ladi. Bu bola injig'ib qoladi. O'sha bosh og'rig'i ham, qorinda og'rig'i ham, oyoqda og'riqlar ham sekin-asta rivojlanib boraveradi. Qorinda og'riq bormi, u bolada o'zi parazitlar ancha rivojlangan. Mana masalan, parazitlarda ham bir o'zlarini turi bo'lsa kerak, ya'ni odamlarda eng uchraydigan qanaqa, ya'ni qanday parazitlar odamlarda ko'p uchraydi? Buni ikkita qismga bo'lish mumkin. Bolalarda uchraydigan turlari bor, ko'proq kattalarda uchraydigan turlari bor. Bolalarda ko'proq uchraydigan bular liamblia, amyoba, blastocystis hominis, keyin blanti deydigan nimalar ko'proq uchraydi, karliketipin. Asosan bolalarda ko'p uchraydi. Qolganlari ham uchraydi, lekin bu darajalar ko'proq uchraydi, bu nomlar. Kattalarda ular ixnokok, askarida, tinarinxos, tinos haligi yarim santimetrdan tortib 15-20 metrgacha bo'ladigan bechoetipin qoramal salyotir deydi, o'shalargacha uchraydi yosh kattalarda. Daraja shunaqa. Hali ko'zga ko'rinadigan kattalari katta odamlarda uchraydi, maydaroqlari ko'zga ko'rinmaydigan bolalarda uchraydi. Chunki ularda yuqish darajasi baland. Shuning uchun bolalarda ko'p gigiyenaga rioya qilmaydi-yu. Ularda ko'proq yuqadi, ko'proq yashaydi. Bizning organizmimiz immuniteti baland. Ko'proq ovqat yeganimiz uchun ularga bildirmaydi. Passivroq yashashadi bizda. Mana ko'p ota-onalar bolasidan xavotir oladi-da. Ya'ni nima uchun ana shu именно ota-onalar bolalardan ko'proq xavotir oladi, ya'ni parazitlarni yuqishida. Kattalarga nisbatan nima uchun именно bolalarda ko'proq uchrab turadi bu narsa? Odam organizmida ikkinchi miya deb ataluvchi a'zolar jamlanmasi borda, bu bizning ichaklarimiz hisoblanadi. Bolalarda ham, kattalarda ham. Nimaga bunaqa? Chunki butun organizmda, butun organlarda tashqi muhitdan o'sha oziqlanamiz, u ichaklar orqali so'rilib, butun bir organlarga taqsimlanadi. Shuning uchun ikkinchi miya deyiladi. Qachonki ichaklarimiz toza tursa, parazitlardan, shlaklardan, har xil ichak toshlaridan, qoldiq moddalardan toza tursa, biz yeyadigan ovqat iste'molimizdagi oziq moddalar to'liq so'riladi va organlar yaxshi rivojlanadi. Kerak bo'lsa, o'sha odam, o'sha bola kasallanmaydi hayot davomida. Bularni parazitlar masalan tushdi deylik, yashayapti. U o'sha yerda ovqatiga sherik bo'ladi birinchi o'rinda, keyin o'zidan toksin chiqaradi. Eng yomoni ana shu. Zahar, toksin chiqaradi degani, bu o'sha u ham hojat qiladi, axlat chiqaradi, siydik chiqaradi, u alohida hojatxonasi yo'q bo'ladi. Ichakka bo'shligiga chiqadi, u qonga so'riladi. Nerv tizimiga ta'sir ko'radi, bola injig'ib qoladi. O'sha ichak shilliq qavatdagi nerv tolalariga ta'sir ko'rsatadi. O'sha og'riq beradi qorinda. Kalsiy yetishmaydi, magniy yetishmaydi, oyoqlarda og'riq paydo bo'ladi. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladi. Odam yillar davomida bilmasligi mumkin. Unda parazit borligini. Shunda, shu holatda u qanday yo'l tutish kerak? Ya'ni agar masalan u bilmaydi, qayerga masalan qanaqa hollarda u paydo bo'lishi mumkin? To'g'ri savol. Ko'pchilik oldin ham aytganman, ko'pchilik o'sha qabulimdagilarga ham aytaman. Bu holatga, bu kasalliklarga ko'pchilik e'tiborsiz qarashadi. Oddiy holat biladi. Baribir yuqadi, yana oxirigacha bormaydi. Yo'q, 100% yo'qotsa bo'ladi. O'zida bilmaydigan odamlar bor, haqiqatdan shunaqa bolasi yoki o'zi shunaqa kasallanib yuradi, holsizlanib, o'sha organizmi to'yinmaydi, keyin oxiri vrachga majbur bo'ladi murojaat qilishga. Chunki ular ko'payib ketishadi ichaklar. Ularni yo'qotish kerak. Shuning uchun bu parazitologiyada oltin qoidalardan biri 1 yilda yoki 2 marta laboratoriya tahlil qilib turish kerak parazitlar uchun. Har bir bola, har bir ota-ona shunday qilish kerak. O'shanda qilib tursa, qaratib tursa,
bu parazitdan qutulish osonroq. Hozirgi zamonda mana har xil taomlar chiqyapti. Mhm. Bilsangiz, har xil ovqatlanish Mhm. tizimi, ya'ni restoranlarda ko'payishi, masalan, Mhm. Yaponiya taomlari, Mhm. keyin mana steyklar. Ana shu taomlar parazitlarga qanchalik bog'liq? Ya'ni ular, ya'ni parazit shu taomlardan Yuqishi yuqish darajasi darajasi. qanchalik Aha. ko'p? Ha, xullas, go'sht orqali yuqadigan, xom go'sht orqali yuqadigan, dengiz mahsulotlari orqali yuqadigan parazitlar bor. Bizda o'zi parazitlar bizda hududda juda kam. Unday bo'lsa 15 tacha chiqadi maksimumda. Hozir yashaydigani, bolalarda bor, aylanib yuradigan. Bu chet davlatlarda, mana dengiz ortida, dengiz atrofida yashaydigan davlatlarda ko'proq uchraydi. Chunki suv bilan bog'liqda. Ko'pchilik parazitlarda yashash tarzi suv bilan bog'liq. Chunki oraliq xo'jayin nima saqlab, suv orqali keyin odamga yuqishi mumkin. Chet davlatlarda ko'proq uchraydi. Chunki mana Yaponiyada misol uchun xom baliq yeydi. O'zimizda ham boyagi sushimi nima deydi? Sushi ham u ham Sushi xom. rollar. U ham xommi? Shunday. Ha, xom bo'lgani uchun undan ham yuqish darajasi ko'proq bo'ladi. Shunaqa nimalari bor. O'sha parazit lichinkasi o'sha mushaklarda, muskullarda turib va qachondir o'sha yeyilishini kutayotadi. Agar u ovqat yaxshi pishirsa, o'lib ketadi u fennasi. Misol uchun qoramol solyapti. Qoramolda bo'ladi. O'sha steak deyapsiz, o'sha ovqat shashliklar yaxshi pishmasa, odam iste'mol qilganda u odamda rivojlanib ketadi. Qoramol solyotiri 2-3 metrdan 15 metrgacha bo'ladi. 25 yilgacha odam organizmida yashaydi. Tasavvur qilyapsizmi? 25 yilgacha. Ko'p bemorlarda davolaganman. Buni tushirish biroz qiyinroq, chunki boshi golovkasi deyiladi, tushish qiyin. Mana shuni tushirsa, batoni yo'q bo'ladi. Shunaqa. To'g'ri, endi mana o'zi aytyapsiz, shunaqa taomlarni xavfi borda, mana sushi rollarda, keyin steyklarda. Baribir ko'p odam shunga ko'ngil qo'yganda. Ya'ni shu taomlarga o'rgangan. O'sha taomlarni qanday xavfsiz iste'mol qilsa bo'ladi? Ya'ni Oxirigacha qanday pishiraversin? oldini? Faqatgina oxirigacha pishirib. Sanitariya o'sha testdan o'tgan mahsulotlar tekshiradi-yu o'zini mutaxassislar. Keyin oxirigacha pishirib yeyish kerak. Shuni tavsiya qilaman. Bo'ldi, boshqa narsa deya olmayman. Baribir voz kechmasgan iloji yo'q shunaqa. Misol uchun bolalar, qizlar, nimalar mushuk boqadi. Baribir voz kechmaydi mushugidan. Yo, mushuk boqishga qarshiligim yo'q. O'shani tozalab, yuvib, cho'miltirib, nima qilib tur. Oldingda bo'lsin, doim mayli, nima bo'lmaydi. Agar u tashqari chiqib keladigan bo'lsa, senda ham bo'ladi. Yuqishi mumkin. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Odam charchagan bo'ladi-da. Mhm. Charchagan holatda ham bo'ladi. Keyin ba'zida masalan qorini ham og'rib turadi. Mhm. Ana shu holat parazitga bog'liq taraflari bormi, yo'qmi? Albatta. Endi bu hozir aytyapmiz, odamlarni biroz dili xira bo'lishi mumkin, hamma narsa gijjaga, parazitga bog'liq ekan deb. Yo'q, bu boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin, lekin parazitlarni ham, gijjalarni ham nazardan chetda qoldirish kerak emas. Parazitga bog'liq yo'qligini, holsizlik, charchoqlarni tekshirib bilasiz. Bitta asosiy yo'li shu. U taxmin qilib bormikan, menda yo'qmikan, nima ekan degan mutaxassisga borasiz, laboratoriya tahlilini qilindirasiz. Bo'lsa o'sha parazitolog yoki mutaxassis topib davolanasiz, bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, podkastimiz ajoyib ketyapti, ya'ni juda qiziqarli bo'lyapti. Keyin hozirgi kunda mana davolash usullari bor, to'g'rimi? Ya'ni tabiiy davolash usullari bor va tibbiyot usullari bor. Hozirgi kunda eng ko'proq foyda beradigan davolash usullaridan qaysi? Parazitlarni yo'qotishda. Xo'sh, parazitologiyada parazitlardan davolashda ikkita asosiy usul bor. Birinchisi tabiiy usul, ikkinchisi tibbiy usul. Tabiiy usul o'sha giyohlar, o'tlar, batlar, shular bilan davolash. Ikkinchisi bu tibbiy usul, bu tabletkalar, o'sha parashoklar bilan davolash. Ko'pchilik ota-onalar qo'rqadi, nafaqat ota-onalar, balki shifokorlar o'zi ham qo'rqishadi. Ximический sostav odamda o'sha tabletka, dori aptekada sotiladigan o'sha dorilar bolani jigariga ta'sir qiladi deydi. To'g'ri, ta'sir qiladi. Qachonki uni yuqori darajada ko'p miqdorda berib yuborsa, ta'sir ko'rsatadi. Organizmda o'shanga moslab, kilogrammlab ishlab chiqarilgan. Bu haqida ilmiy tadqiqotlar juda ko'p. Misol uchun bitta mebendazol yoki albendazol haqida bo'ladigan bo'lsa, har bir kilogrammga dozalanadi, miqdorlanadi. Misol uchun 3 yoshli bola, bittasi 15 kilo, bittasi 18 kilo. 18 kiloga sal ko'proq beriladi, 15 kiloga ozroq kamroq beriladi. Dozalanadi har bir kilogrammga. Yoshiga ham bog'liq emas.
Mana shunday qilib dozalab berib, hech qanaqa to'g'ri dozada bersa, hech qanaqa organizmga salbiy ta'siri yo'q. Tushunasizmi? Shuning uchun mutaxassis kerak. Mana nima uchun mutaxassis kerak? 3 yoshli bolaga ham bitta tabletka, 10 yoshli bolaga ham bitta tabletka. Yo'q, unda haqiqatan ham jigarni ishdan chiqarish mumkin. Kam dozada bersangiz, turg'unlik hosil bo'ladi parazitda. Ko'p dozada bersangiz, bu bolani jigari ishdan chiqishi mumkin. Nafaqat bola nerv tizimiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki toksiklik darajasi baland. Shuning uchun miqdorlanadi. Bu oltin qoidalarining ichida ham bor, miqdorlanadi. Shuni aytdim-ku, mana shu holatda mutaxassis parazitolog kerak bo'ladi. Eng katta oltin qoidalardan birisi to'g'ri tashxis, diagnostika. Qaysi gijja turligini aniqlash kerak. Bu 50% yechim degani. Ikkinchisi, bu yoqda mutaxassis, parazitolog yordami, maslahat, ko'mak. Asosan shu. Qaysi holatda tabiiy usuldan foydalanish kerak? Ha. Qaysi hollarda? Qarang, o'z javob bermoqchiman, yana savol berib qo'ydingiz. Tabiiy usulda misol uchun batlar deylik, aptekada sotiladigan o'sha batlar nimalar? Men miqdor degan narsani bilaman. Misol uchun askariyada yashayapti, unga qancha miqdor kerakligini biz bilamiz, men bilaman. O'shaning uchun unga kerakli bo'lgan o'sha benzamidazol preparatlarini qancha miqdordan qaysi paytda necha kun davomida berilishi kerakligini bilaman. Lekin batda miqdor yo'q, doza yo'q. Misol uchun mana shuncha doza deb o'tlar misol uchun berishadi, qaysidir nimada. To'g'ri, zo'r ta'sir qilayotgani bo'lishi mumkindir o'tlar, lekin men uni bilmayman. Mana bu batlar nimalarda doza yo'q. Qanaqa metabolizmga ega, qanday ta'sir ko'rsatadi bilmayman. Lekin misol uchun men albendazolni bilaman. Qanaqa metabolizm ko'rsatadi. O'sha gijjaga ta'sir qilganda, uni o'sha gijja parazit iste'mol qilganda organizmida nima kechayotganini men bilaman. Lekin bular qanday ta'sir qilishini bilmayman. O'tlarni, giyohlarni. Keyin uyda ko'pincha chesnokni sutga qaynatib berishadi, qovoq urug'idan berishadi. Bular ham isbotini topmagan holat muolaja. Shuning uchun qancha miqdorda berishga, balki 5 dona berish kerakdir. Balki bir qop berish kerakdir. Bilib bo'lmaydi. Shuning uchun tabiiy usulda o'sha haligi sarimsoq piyoz yoki qovoq urug'ini nima deydi? Effektini men bilmayman. Qanchalik zo'r ta'sir qiladi, yaxshi effekt bo'lmaydi. Lekin bu bekorga ham chiqmagan bu frazalar, bu gap so'zlar. Qanchadir miqdorda ta'sir qilishi mumkin, lekin bu qonli parazit yo'q qiladigan emas. Masalan, shunday savol, sayohatga ko'p kishi chiqadi-da. Sayohatga bir boshqa mamlakatlarga borganda shu parazitni yuqtirish darajasi qanchalik baland? Yaxshi savol bu ham. Bizga qaraganda chet davlatlarda ko'p dengizli joylarga boradi endi sayohatga. Suvli joylarda dengiz mahsulotlari sal ko'proq bo'ladi, boshqa turlari ham bo'ladi. O'shanda yuqtirib kelish mumkin. Masalan uchun mana jigar qurti bizda deyarli uchramaydi. Lekin dengiz bo'yida yashaydigan odamlarda uchraydi. Chunki dengiz mahsulotlarini iste'mol qilishadi, shuni hisobiga uchraydi. Ko'chimizda uchramaydi. Ularda yoqda bor o'sha mahsulotlarni chala pishirilganini aytdingiz-ku, chala pishirilgan yesa yuqtirib qo'yishi mumkin. Ikki bizda yana rivojlanadi. Yuqtirish alomati ko'proq. Agar masalan oilada bir kishi parazit bilan chalingan bo'lsa, u qolgan oila a'zolariga ham yuqishi mumkinmi? Ha, odatda bu to'g'ri fikr, oilaviy davolanish kerak degan. Endi bu parazit turiga bog'liq. Shunaqa turlari bor. Misol uchun oilaviy davolanish shart emas. Misol uchun bittasi o'sha qoramol salyotori chiqdimi, u davolanish shart emas. Bu mening shaxsiy fikrim. Chunki tajribamda ko'rganman, oilasini polni tekshirganimizda ham chiqmagan. Xotinida chiqqan, davolaganmiz, boshqasi chiqmagan. Chunki uni bosqichi bor ularning. Misol uchun tuxum yerga tushadi, uni qoramol yeyish kerak. Qoramol ichida yashaydidan keyin bosqich o'tib go'shtlarda turadi. Keyin odam uni iste'mol qilsa, keyin yuqadi. Agar o'sha tuxumi tushsa yerga odam uni iste'mol qilsa ko'paymaydi u. O'z bosqichini o'tash kerak. Ular yuqumli emas, shart emas. Askariyada ham shunaqa. To'proqqa tuxumi tushish kerak, ma'lum vaqt tinim olish kerak, tuxumi. Xuddi tovuq tuxumini bosganda 20 kunda ochib chiqqandek, u ham tinimini olib turish kerak. Keyin qachondir uni o'sha xo'jayini, egasi iste'mol qilsa, rivojlanadi. Odamda rivojlanadi. Agar tiriklayin tashlab yuborsangiz ham yashamaydi. Bosqichi bu. Endi oilaviy qachon davolanish kerak? Shunaqa turlari bor, yuqumli kontagiyoz deyiladi. Bu o'sha liambliya. Tashqariga chiqdimi, yana qaytib tushdimi, ko'payib ketaveradi. Pakanagija. Uniki ham shunaqa. Balantiy, u ham shunaqa. Mana shunday ko'payib ketaveradi. Astritsa. Eng yomon. Bolalarda kechasi mana tunda orqasini qichitadigan, tuxum qo'yadigan parazit kechqurun qichigan payti orqasini qichiydi, tirnog'iga kirib qoladi. O'zi 20 kungina yashaydi. Chiqib ketar organizm. Lekin bola og'ziga qo'lini solavergandan keyin tirnoq orasidan tushaveradi, yana ko'payaveradi. Ketmaydi. Va bunda oilaviy davolash. Chunki pastillar, nimalarda, choy-chablardan silkingan payti nima havoga ko'tarilib yuqishi mumkin. Bu yuqish turi feral akal deyiladi. Endi axlatni og'ziga tushishi deyiladi.
bolalarda mana shunday jarayon ketaveradi. Ana shunday holatlarda oilaviy davolanish kerak. Tushunarli. Keyin mana har bir insonda bo'lsa kerak, hozirgi zamonda ayniqsa shu narsa ko'p. Ya'ni agar inson biron bir dardga chalinsa, Mhm. birinchi o'rinda murojaat qiladigan joyi bu internet bo'ladi-da. Mhm. To'g'ri. Shu internetdan qidirib, ma'lumotni qidirib davolash qanchalik xavfli? Misol uchun, mashinangiz buzilsa, o'zingiz tuzatmaysiz. Borib ustaga ko'rsatasiz. Sochimiz o'ssa, sartaroshga boramiz. O'zimiz soch olmaymiz. Kiyim-kechak olsak ham shunaqa, borib bir necha xil kiyib olamiz. Endi internetdagi o'sha narsa tavsiyalarni yoki sun'iy intellekt bilan davolanishi mumkin-da, lekin mutaxassisga borgan yaxshiroq. Misol uchun nevropatologmi, nevropatologga borish kerak. Terapevtmi, terapevtga borish kerak. Pediatrmi, pediatrga. Parazitologmi, shunga shubha bo'lyaptimi, gijjasi bormi, olib borish kerak. Aynan o'zimda aytmayapman. Bor. Yuqumli infeksion kasalliklar bor. Infeksion kasalliklarni davolashadi, tekshirishadi. Shuning uchun mutaxassisga murojaat qilish kerak. Har qanday holatda. Bitta gijjani yo'qotaman deb boshqa katta muammoni hosil qilib qo'yish mumkin. Ayniqsa hozirgi kunda shu narsa ko'payib ketdi. Ya'ni hozir sun'iy intellekt rivojlangan davrda har bir odam, o'sha sun'iy intellektni tushungan odam biron bir muammoga uchrasa, birinchi sun'iy intellektga tashlab qo'yadi-da. Ya'ni o'sha muammoni birinchi sun'iy intellektdan qidirish boshlaydi. Lekin o'shanda to'g'ri ma'lumot berilmaydi. Yo'q. Ko'p vaqtlarda. Ha, sun'iy intellekt to'g'ri, ko'p ma'lumot berilmaydi. Misol uchun, liambiyaga qanday yo'qotsa bo'ladi deb bossa, u o'sha ta'sir qiluvchi dorini yozib beradi. Retsept bermaydi. Javob borsa, endi bilmayman, men bir marta qiziq so'rab ko'rgandim, qanaqa odamlar qanday qo'yilgan. Faqat dorining nomini yozadi, bo'ldi. Dozasini yozadi, bo'ldi. U yoqda misol uchun gijjasi bor odamga bitta dori ichsa tushib ketmaydi-da. Unga surgi vositalar beriladi. Fermentat mobillar, spazmolitiklar beriladi. Ichak holatini tiklovchi, peristatikani yaxshilovchi, o't haydovchi preparatlar qo'shib beriladi. Bularni oraliq bosqichlari, qiyin etaplari bor. Etapma-etap, bosqichma-bosqich davolanadi. Mana shunday holatlari bor. Uni to'liq bera olmaydi-da. Keyin mutaxassis nazoratda bo'lish kerak. Masalan, odamda o'sha parazit bor yo'qligini bilish uchun qanaqa analizlar topshirish kerak? Birinchi o'rinda, birinchi etapda. Birinchi o'rinda bolangizda gijja bor yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, uni o'sha kechqurun uxlayotgan payti eng e'tibor beradigan tishini g'ijirlatish, og'izdan so'lak oqish, injiqlik, shirinlik ko'p iste'mol qilishi, o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, ich qochishi, oyoqlarda og'riq, qorinda og'riq, boshda og'riqlar qaysi birlari kuzatilayotgan bo'lsa, shuni 30-40% chiqsa bolangizda bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri laboratoriyaga olib borib, parazitga tekshirtiring. Yoki bo'lmasa birinchi o'rinda parazitolog yoki mutaxassisga borib maslahatlashing. Bu ya'ni shunchaki gap emas, bu ya'ni ko'p holatlarda bo'ladi. Masalan, bolalar, bir odamlarda tish g'ijirlatishi bo'ladi uxlagan payti. Ya'ni bir qanaqadir xavfi bor. Ya'ni bu sabab. Ha, sabab. Ko'rsatishlikka. Endi 100% bu gijjadan deb ayta olmayman. Boshqa sabablari ham, boshqa omillar ta'siri ham bo'lishi mumkin, lekin parazitlarni esdan chiqarish kerak emas. Bolalarda. Bolalarda oyog'i og'riyapti, hayron. Ota-onalar keladi, nima uchun oyog'i og'riyapti? Agar katta odam bo'lsa tushunasiz. Zavodda ishlaydi, og'rish qiladi, oyog'i og'riydi yoki bo'lmasa bola og'rish qilmaydi-yu, boshi og'riydi. Kattalarga o'xshab stressda yoki kredit to'layman deb asabiylashib yurmaydi-yu. Bu sababi shu. Birinchi o'rinda parazitni o'ylash kerak. Parazitdan davolanib turadigan, bo'lmaydigan bolani jismonan ham baquvvat bo'ladi. Aqlan ham tetik inson bo'ladi. Shunaqa bir qiziq, uzr gapingizni bo'lib, qiziq bir savol kelib qoldi-da. Ya'ni bu holat ko'p uchraydi menda. Shunaqa do'stlarim bo'ladi. Masalan, bir kishi yeydigan ovqatni, 3 kishi yeydigan ovqatni bir kishi yeb qo'yishi mumkin. Bu unda metabolizmni zo'rligimi yoki bir qanaqadir xavotirli bir tarafi bormi? Parazitga yaqinlik. Ha. Parazitlar kasalligida ishtahani ochilib ketishi ham mumkin, ishtahasi bo'lmasligi ham mumkin. Bu hammada har xil, hammaning aurasiga, immunitiga bog'liq. Bir xil odamlar aytayapsiz, ko'p ovqat yeydi u deyapti. Uni geni shunaqa. Aurasi shunaqa bo'lishi mumkin. Bir xillar, misol uchun, bu gijjaga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar gijjasi bo'lsa, shunaqa bir odam kelgan, yoshi kattaroq, juda ko'p ovqat yeyman deya, unda o'sha 12 metrlik nimasi tushirdik. 12 metrlik qoramol solyator, bechesipin deyiladi. Juda ko'p ovqat yeyman deyapti. Chunki u yeganini u ham iste'mol qilaveradi, organizm to'ymaydi, bu yoqdan tortaveradi, talab qilaveradi. Shuni hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bu ham bitta sabab.
geniga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Qo'ronroq bo'lishi mumkin. Ishtahasi balandroq bir xil bolalar bo'ladi-yu, odamlar. Shunaqa bo'lishi mumkin. Boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Agar Tushunarli. shunday qo'ronroq bo'ladigan bo'lsa, arzimas borib analiz topshirib qo'yish mumkin. Masalan, ba'zi odamlarda teri qichishi, masalan, terida har xil toshmalar paydo bo'lishida, Mhm. shu yerda ham qandaydir parazitlarni o'rni bormi juda katta? O'rni borligini eslab o'tish kerak, nazardan chetda qoldirish kerak emas. Farzandda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, faqat parazitga bog'liq emas, boshqa omillar ta'siri ham bo'lishi mumkin. Chang, ob-havo, ekologiya, immunitetiga bog'liq holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz aytgandek ta'siri bo'lishi mumkin, faqat bitta yo'li buni tekshirib bilishimiz mumkin. To'g'ri laboratoriya tashxis. Qabulimga bir ona bilan bola keldi. Endi bolasi 5 yoshmi, 6 yoshmi nimada qiziq holatlardan birida. Zo'r gapiryapti qizcha. Doktor, mani ichimda gijjalarim mendan konfet so'rayapti deb nima qilyapti, gapiryapti-da. Yo'q deb mendan kechasi mana shunday konfet so'rayapti, bermasam qornimda og'rityapti deb aytyapti. Hattoki bolalarni ham o'zi biladi-da, bilib boryapti bu narsani sekin-sekin. O'sha 5-6 yosh atrofida bolacha. Endi ota-onasi aytgan bo'lsa kerak-da. Sen ko'p konfet yeyapsan, shokolad yeyapsan, hali bola gijjalaring ko'paytiryapsan. Iltimos shuni yo'qotaylik deyapti-da. Albatta sizni davolaymiz deydi. Unda ko'proq astritsa, liambliya ko'p chiqqan. O'sha og'riq, oyoqda og'riq bilan kelgan, 3 kundan keyin o'sha og'riqlar bartaraf bo'ldi. Bu davolash ko'p emas. 3 kun, 5 kun, juda borsa 7 kun davolanadi. Birinchi katta etapda, keyingisida har 6 oyda tekshirib turishni tavsiya qilaman. Tekshirib turadi, bitta ikkita chiqadi, 2-3 kun davolanib ketaveradi. Qiyin joyi yo'q o'zi. Zota bolasini aqli, salohiyati zo'r rivojlanadi. Mana shu parazitlarni yuqishini oldini olish uchun eng oddiy usullardan biri nima? Ya'ni hayot davomida, inson davomida shu Parazitlar yo'q qilishda. Xo'sh, oltin qoidalardan biri iste'mol qilayotgan ovqatlarni ota-onalar nazorat qilishi kerak. To'g'ri ovqatlanishi kerak odam, bolalar ham, kattalar ham. Gigiyena qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Mana shunday yashasak, yo'qib ketadi o'zi. Bo'lmaydi gijja. Mana misol uchun Germaniyada gijjalar tugatilgan parazit yo'q. Askariyada desangiz, liambliya desangiz bilmaydi, tanimaydi. Bizda ham 2018-yilgacha o'limga olib keluvchi parazitlar bo'lgan. Bezgak eshitganmisiz? 2018-yil sertifikat berilgan O'zbekiston bezgakdan xavfli o'limga olib keluvchi parazitdan xoli hudud. Hozirda bizda bezgak uchramaydi. Bir paytlar millionlab odamlar yostig'ini quritgan bezgak paraziti. Malyariya deydi fanda. Shunaqa. Shuning uchun mana bulardan ham sekin-sekin qutulsa bo'ladi. Lekin afsuski bolalarimizda bor. Ular gigiyenaga rioya qilishmaydi. Ota-ona nazorat qila olmaydi ko'pincha. Ayniqsa qishloq joylarda chorva mollar bor. Uy hayvonlari ko'proq yo'qadi. Shunday bo'lsa ham eng asosiy yo'qotish yo'li bitta tekshirish kerak bo'lsa, mutaxassis buni maslahatlash, davolanish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda juda ko'p mahsulotlar bor, mana shu parazitlarni yo'q qilish uchun ham teleradio kompaniyalarida masalan bemalol reklama qilishadi har xil mahsulotlarda. Bu mahsulotlar qanchalik foydali yoki bu reklamami yoki foydali taraflari bormi? Men isbotlangan tibbiyotga ishonaman. Yuqorida aytib o'tdim-ku, har bir dorini qilingan ilmiy tadqiqotlari bor. Misol uchun mana bu dori bilan misol uchun 100 ta bolani davoladik liambliyadan. Mana shunchasida 90 tasi, 95 tasi liambliya chiqmadi deb yozib ketgan professorlar, dotsentlar, bu katta-katta ustozlar qilib ketgan bu ishlarni. Men o'shanga ishonaman. U reklama qilayotgan mahsulot dorilari badmi, yaxshidir, yomondir, ota sifatida, mutaxassis sifatida men farzandimga olib bermayman. Men qanday davolashni bilaman. Mevalarni, sabzavotlarni, masalan, o'tlarni даже shunaqa holat bo'lgan, yuvmasdan ham yegan holati bo'lganda. O'shanda yoshlikda bizada, ya'ni yosh bolalarda immunitet kuchli bo'lganmi yoki biz o'sha narsani sezmasdan yashayverganmiz? Zo'r savol. Sizga nisbatan dadangizning immuniteti balandroq, bolangizga nisbatan sizniki balandroq. Shunday ketaveradi. Sekin-sekin pasayib ketaveradi. Siz u payti tabiiy baliq go'shtidan yegansiz. Tabiiy tovuq go'shtidan yegansiz. Mollarning go'shti ham boshqacha bo'lgan. Hozir bolalarga juda ham qulayliklar, erkinliklar bo'lib ketdi. Xohlagan narsa bor do'konda.
chips deysizmi, suxorik deysizmi, o'sha narsalar, shirinliklar deysizmi, olib yeydi. Shirinlik yeyaptimi, bolani ishtahasi to'xtaydi. O't suyuqlik ajralmaydi. Ishtaha to'xtadimi, o'sha ochlik hissi paydo bo'lmaydi. Organizmda o'sha immun tushib boraveradi. Immun tushdimi, parazitlarga yashash muhiti hosil bo'ladi. Nafaqat parazit, boshqa infeksion kasalliklarga ham muhit bo'ladi. Shuni hisobiga oldingi haqiqatdan odamlar immuniti sal balandroq bo'lgan, hozirda umuman pastroq, lekin odam soni ko'proq, bunga olib keluvchi, ta'sir qiluvchi omillarning ko'pligi. Mana shunday. Bu 2020-yilda bir ayol kishi keldi, yonimga taxminan 25 yoshlarda, juda ozg'in. O'zi aslida bolasini olib kelyapti, xonimda kartinkalar ilingan, rasmlar, menda mana parazitdan bor deyapti. Qanday? Bilasiz, bor. U rosa davolangan. O'sha Samarqand ham, Toshkent ham davolanmagan joyim qolmadi deyapti. Shuni tushirib bera olasizmi deyapti. Ha, tushirib bera olamiz deyapman. Haligi qoramol solyotirini aytyapti, 12 metr. Chunki uzilib tushadi, boshi qoladi. Uzilib tushadi, boshi qoladi. Unga udarni dozamini yaxshilab nima qilib bersa, standartlichina qilib bersa, uni yo'qotsa bo'ladi. Xullas, davoladim. Tushdi. O'sha xolasangiz telefonda ham bor, rasmlargacha, videolargacha turibdi. Agar bosh tushmasa, 3 oy o'tgandan keyin yana tushishni boshlaydi. Axlatga qo'shilib, tiqimlab tushadi. Mayda-mayda bug'unchalar tanasi. Agar shunaqa bo'lmasa, qolmagan, tushmagan deb boshi bilan tushgan deb bo'ladi deb aytdim. Keyin oradan 3 oy o'tdi, telefon qildi, doktor tushmadi deyapti. 6 oy o'tdi, yo'q. Keyin 1 yildan keyin ham telefon qilyapti. Mana shular oilaviy tekshirtirdi o'zini, boshqasida chiqmabdi. Faqat shu ayolni o'zida ozib ketgan, kuchli bosh og'riq, qorinda og'riq, ishtaha yo'qligi, asabiylik juda yuqori edi o'sha ayolda. 25 yoshli, o'zi ham tibbiyot xodimi ekan, hamshira ekan. Uni yuqtirishi o'sha chuchvara tukkanda, manti bukkanda, o'sha tuyganda xom go'sht iste'mol qilgan. 6 yildan beri doktor deyapti, taxminan 5-6 yildan beri nima qilaman, hech kim boshimdan tushira olmaysiz. Tushira olasizmi? 3 kunmi davoladim, taktumni yo'q. Asosiy eng katta qoramol solyotirini o'shanda boshlaganman tushirishda. Shuning uchun aniq ayta olaman, o'shanaqa qoramol solyotir bor bemorlarni boshi bilan o'sha gijjasini tushira olaman. Chunki buni boshqa xili ham bor. Cho'chqa solyotiri u hozirda uchramaydi, chunki odamlar cho'chqa go'sht yeyishmaydi. Qoramol solyotiri uchrayapti. Bu tajribam davomida 8 tacha odamdan tushirganman. O'zi kamroq uchraydi-yu, lekin bir uchrasa ham odamni quritib tashlaydi. Asosan yosh kattalarda uchraydi. O'sha ayol hamshira hozir zo'r, semirib, normal cho'tga yashayapti. Mana shu parazitlarni davolashda davolangandan keyin o'sha parazitni yo'qish darajasi qanchalik yuqori yana? Ha, Yuqadimi, yuqmaydimi? parazitlarni davolagandan keyin yuqmaydi deb ayta olmaymiz. Agar o'sha manba, o'zi ota-onalarga aytaman doim qabulimda, asosiy manba sizning uyingizda deyman. Bolangiz davolanyapti-ku, davolanyapti. Uyni borib dezinfeksiya qiling. Buni o'quv qurollari, o'yinchoqlari, eshik ruchkalari, nima bo'lsa hammasini antiseptik bilan tozalab chiqing. Uyda turib. Davolaysiz, yana boradi, ushlaydi, og'ziga soladi, yana kiradi. Asosiy manba uyda deb aytaman, 70-80% o'shani tozalaydi, yo'q bo'ladi. Tashqaridan ham yuqtirish mumkin. Lekin buni har 6 oyda qayta tekshirib tursa bo'ladi. Ketkish osonroq. Shuning uchun ota-onalar ko'pincha shu narsadan xohlashmaydi. Davolatsam ham baribir o'zgarish bo'lmadi, yaxshi bo'lmadi va yo'q bo'lmaydi deb aytganda, buni oltin qoidalari bor. Birinchi o'rinda o'sha shubha bo'lyaptimi, laboratoriya tahlili. Ikkinchi o'rinda mutaxassis ko'magi, yordami, maslahat. Uchinchi o'rinda o'sha kursni, berilgan kursni to'liq olish kerak. To'rtinchi o'rinda dorilar dozalanishi kerak. O'sha organizmga mos holatda, kilogrammiga. Keyingisi oilaviy davolanish kerak. Joiz bo'lsa. Keyingisi o'sha ichadigan ichimlik suvlari, ovqatlarini nazorat qilib turish kerak. Shu 1 yil davomida shu parazitlarga qarshi shifokor nazoratidan necha marta o'tish kerak? 6 oyda bir marta. 6 oyda 1 marta. 1 yilda 2 marta maksimum. Sizda o'sha tekshiradigan bor, maktablarda tekshiradi, borib o'sha o'zi xohlagan, o'zi bilgan joydan o'tishi mumkin. Faqat to'g'ri tashxis qo'yish kerak. Chunki nimaga bunaqa deyapman? Qabulimga keladi, laboratoriya tahlili askariyda. Askariyda juda kam uchraydi. Sababini ham yuqorida aytib o'tdim. Uni tuxumi yerga tushib, ma'lum vaqt tinimli bo'lgandan keyin tushsa yuqadi. U noto'g'ri tekshiriladi. Noto'g'ri tekshirishga o'sha laboratoriyaning o'zining nyanslari bor, sal nima qilinadi. Shuning uchun askariyda kam uchraydi. 100 ta boladan bitta ikkitasi uchraydi. Lam bilan stritsa mana shular uchraydi. Shuning uchun mana shunday holatlarga ko'p qiynalib qolaman.
Mana shu 8 yildan ziyod shu tajribangiz davomida eng uzoq davolagan patsientingiz bo'lganmi? 15 kun bo'lgan. Eng uzog'i Hmm. 15 kun. 15 kun bo'lgan. Holatda liam bilani kechish qiyin bo'lgan. Chunki men laboratoriyada o'zimni polni axlatini titib, har xilcha usullarda nima qilib o'sha mikroskopik ko'ramiz. Qayta ko'rganimda bitta ikkita chiqqanda endi 15 kun bo'lmasa ham 12 kunmi shu atrofda bo'ladi. Shunaqa. Bolada tezda o'zgarish bo'ladi. Ishtahalar ochiladi, o'sha og'riqlar yo'qoladi, tinch uxlaydigan bo'ladi, tishini g'ijirlatmaydi, so'lak yoqmaydi, o'zi bilasizda shuni. Bir joylarga borib davolatib, mana doktor gijjasi shuni menga ko'rsatdi, shu gijjam dedi. U shilliq o'zi davolanayotgan payti ular shilliq to'playdi-da chayda, o'shalar tushadi. U shilliq qavat. U parazit yoki gijja emas, askariyda emas. U shilliq. Shunchaki aldaydi-da ota-onalar shuni. Shuning uchun men doim o'ylayman-da, buni sal boshqacharoq aytmoqchiman. Kim uchundir Temir boya ligenda bo'lsa, kimdir boya futbol bilan komandalarni sarhisob qilib, to'polon qilyotsa, kimdir o'sha muhimdir-da, kimdir uchun sinfdoshlar yig'ilishi, kimdir uchun A sinf, B sinf muhim. Xullas shunaqa narsalarni o'ylab yotgan bo'lsa, menda mana shu narsani mana shu holatni o'ylayman, ya'ni bolalarni davolash, gijjadan xoli qilish va ota-onalarga zo'r ma'lumot berish bu haqida. Targ'ibot tashviqot ishlarini qilib borishni o'zimga istak deb bilganman, xohishim shunaqa. Ma'lumotga ega bo'lish kerak, zo'r bilish kerak, hech qanday qiyin joyi yo'q. Uy hayvonlari orqali qaysi hollarda yuqadi? Kim mushuk yoki masalan kimdir mushukka ko'ngil qo'ygan bo'ladi, kimdir kuchukka ko'ngil qo'ygan bo'ladi. Masalan, Agar mushugi bor bir qizni aytaylik, uyda boqyapti, domdan chiqarmaydi, uni yuvib, chayib, tarab, tozalab yursa, u yaxshi narsa. U yashasa bo'laveradi u. Agar mushuk tashqariga chiqib keladigan bo'lsa, iflos joylarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha juniga, yungiga yuqtirib keladi. O'ynagan payt, silagan payt barmoq kirib, qo'li kirib ketdi ichkari. Itda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun yana bir holatda bir narsani aytib o'tishim kerak, ma'lumotni. Turmush qurayotgan qizlar, yigitlar, ayniqsa mushuk boqadigan qizlar turmush qurishdan oldin bir parazitlarga laboratoriya tahlil qildirish kerak. Chunki shunaqa parazit yuqtirgandan keyin erta bir kun kelajakda farzandli bo'ladi. O'sha homilador bo'lgan payti o'sha parazitlar ham bo'lsa ichkarida homilasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki toksini, oziqlanishi kamayadi bolani. Kerak bo'lsa shunaqa parazit turlari bor, toksoplazmozlar misol uchun homilador bo'lmasligi mumkin. O'sha qizlar. Shuning uchun tavsiyam tekshirib bo'lsa davolanib olgani yaxshi. Bolalar ham, qizlar ham. mana shu hayot davomida, mana shu ish jarayoningizda qandaydir bir qiziqarli yana holatlar bo'lganmi? O'zingiz kutmagan holatlar. Ko'pchilik laboratoriyalarda tekshiriladi, asosan bir hujayralardan liamblia, toksoplazmoz nimalar, parazitlar. Men shu tajribam davomida o'tirib, o'sha mikroskopda, monitorda ko'rib, bunday nima qildimki, to'g'ri bular oldin kashf qilingan, lekin bizni nazarimizdan chetda qolib ketgan mutaxassislar. Balantidi hech qaysi laboratoriyada tekshirmaydi. Misol uchun, blastocystis hominis ham juda kam joylarda tekshiriladi. Amioba ham. Candida bor. Bu yoqda tekshirib albikaniz. Men shularni o'tirib o'zim kashf qilib, o'rganib, o'sha kerak bo'lsa sun'iy intellektdan ham so'rab, nimalarni o'sha vid rasmdan tashlab o'rganganman. O'zim orttirganman. Qanaqa davolash, qancha kunda ketkishlarini bilib, ya'ni shu narsani bildimki, odam o'z ustida ishlasa, o'qisa, izlansa, yetishadi oxirigacha. Men shu narsalarni ayta olaman. Ko'p joylarda tekshirilmaydigan parazit turlari ham bizni Ximotov klinikamizda tekshirilib, ulardan davolaymiz. Balantidi, blastocystis hominis, amioba coli, haliyam bilak ko'p joyda ham tekshiriladi. Mana shu parazitlarni ham xoli qila olamiz. Siz qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz ota-onalarga? Agar bu suhbatimizni ko'rgan bo'lsa, biroz ota-onalar ta'bi xira bo'lishi mumkin, sal vahimaga tushgan bo'lishi mumkin. Bu qo'rqinchli, vahimali holat emas. Eng yomoni bunga beparvolik, e'tiborsizlik yanada ko'proq salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin. Shuning uchun farzandingizda, misol uchun, gijja belgilari namoyon bo'ladigan bo'lsa farzandlarimizda, o'sha tish g'ijirlatishi, qorinda og'riq asosan ko'p uchraydi, bola juda azob yeydi, oyoqlarda og'riq, boshda og'riqlar bo'ladigan bo'lsa farzandingizda, albatta o'sha mutaxassis bilan ko'rishib, maslahatlashib, laboratoriya tahlil qilib, davolatib olishingiz mumkin. Bu nima degani? Kelajakda bolangizni aqlan, jismonan rivojlanishda ortda qoladi. Ya'ni aqliy salohiyati, fikrlashi kamayadi, xotirasi pasayadi. Tanasi
o'sha nimjonlanib mana shunaqa katta bo'ladi. Agar siz parazitdan davolab tursangiz bolangizni, jismonan ham, aqlan ham yutuq inson bo'lib yetishadi. Bolalar bilan shug'ullanganim uchun yana bolalarda aytaman ko'proq, kattalarni ham davolayman albatta. Eng asosiysi ichimlik suviga e'tibor berish kerak. Ichadigan suv distillangan bo'lishi kerak. Distillangan taqdirda ham qaynatib berish kerak. Ko'p hollarda lambilarning sistalari o'sha ichimlik suvidan topiladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, har 6 oyda laboratoriya tahlil qilib turish kerak. Bu laboratoriyalar. Xolasa bizni klinikamizda xolasa boshqa joylarda qilib turish kerak. Keyingisi bolalarimizni kattalar ham to'g'ri ovqatlanishga o'tishimiz kerak. To'g'ri vaqtda ovqatlanishimiz kerak. Kaloriyali ovqatlar va shaxsiy gigiyena va tozalikka e'tibor berib yashashimiz kerak. Endi bu sal qiyinroq deyishingiz mumkin. Haligidek bolamni har deb nazorat qila olmayman, qara olmayman, ikkita uchta bo'lsa bu deb. Shunaqa oilalar bor, har 3 oyda tekshirtirib turadi. Har 3 oyda bolasini kelib tekshirtirib turadi. Doktor qani nima? Bolangiz yaxshi o'tsa, yo'q, mayli tekshiring dedi. O'zi yaqinda kelyapsiz, yo'q, mayli tekshiring dedi. Shunaqa sog'lom, kasal bo'lmaydi. Yutuq, aqliy faoliyati ham, nimasi ham zo'r. Misol uchun, har 3 oyda o'sha kelganlarda tekshiradi, 2 kun, 3 kun davolanib ketadi. Teran fikrlaydi, sog'lom. Onasi aytadi, siz shu davolatgandan buyon, mana shu sizga qaratib, 1 yildan beri siz nazoratingizda bo'ladi. Juda yaxshi o'zgarish. Kasal bo'lmaydi, ovqatlanish yaxshi, uyqulari normal. deb xursand bo'lib nima bo'ladi-da. Shundan keyin o'zimga o'zim mana bu boshda men ham unchalik qiziqmaganman. Sekin-sekin mana shu holatlar ko'raverganimdan keyin demak juda dolzarb mavzu. Gijja va parazitlardan qutulsin organizm, 95% holatda boshqa kasal bo'lmaydi. Mana hozirgi kunda odamlar o'zboshimchalik bilan davolashda eng ko'p yo'l qo'yadigan xatoliklar qaysi? Men doim buni ota-onalarga ta'kidlab kelaman. Ko'p kuzatiladi. Birinchi o'rinda maslahat oladiganı qo'ni-qo'shni, opa-singil, o'rtoqlar, dugonalar, mana shunaqalar maslahat oladi. Keladi qabulimga, doktor, mana dugonam shu kadr urug'i beribdi yoki chesnok bilan nima qilibdi, qanchalik to'g'ri u bu deydi-da, men noto'g'ri deyman-da. Tibbiyot xodimidan ko'ra, vrachdan ham ko'ra o'sha atrof muhitga ko'proq odamlar ishonadi. Birinchisi. O'sha kimdir borib menda davolanib ketdimi, misol uchun dori yozib bersam, aptekaga borsam bu bo'lmaydi, u bu desa tezda telefon qiladi menga. Doktor, mana dori noto'g'ri yozibsiz degan holatlar ham bo'lgan. Keyin aytganman. Kim aytdi senga? Ha, papalanchi aptekachi. Retseptni yirtib tashladan keyin o'shanga davolanib deb telefon o'chirib qo'ygan paytlar. Misol uchun ishonchsizlik o'zi yomon narsa-da. Garantiya berasizmi deydi. Tibbiyotda garantiya bo'lmaydi. Siz meni oldimga ishonib keldingizmi, xos qilib suyanib keldingizmi, men sizga yordam beraman. Bu keyingisi bolasida gijja belgilari namoyon bo'ldimi, tishini g'ichillatyaptimi, boratdan keyin aptekachiga bolamda tishini g'ichillatyapti, gijjasi boravdi deb o'ylaydi. Aptekachim sotish kerak, mana deb beraveradi. Qaysi gijja turi, qaysi dori? Ularda ham mos-mos, masalan, A gijjaga A dori ta'sir ko'rsatadi, B gijjaga oddiy qilib tushuntirib. B dori ta'sir ko'rsatadi, C gijjaga C dori ta'sir ko'rsatadi. S'niki A ga ta'sir ko'rsatmaydi. Yoki A niki C ga ta'sir ko'rsatmaydi. Bniki ta'sir o'zini maxsus tanlangan dorilar bor. Agar ko'p dozada berib qo'ysa, ketdi jigar. Yillab davolaydi. Mana xatoliklar. Ma'lumotga ega bo'lmasa ham qiladi shu ishni. Keyin oxiri meni oldimga olib keladi. Uni birinchi jigarini tozalaysiz, davolaysiz, keyin nima qilinadi? Bir muammoni orqasidan ikkinchi muammo paydo bo'lib keladi. Aytdim-ku, bilmadingizmi, tushunmayizni qilmang, davolamang. Agar gijjani o'sha bilib bilmay, ma'lumotga ega bo'lmay, dori-darmonni berib davolab qo'yib, noto'g'ri davolasangiz, undan katta muammoni chiqarib qo'yishingiz mumkin. Bizda ichimizda infeksiyalar, parazitlar yashayapti deb o'ylaymiz-da, aslida biz ularning ichida yashayapmiz. O'zimiz parazit. Yo'q, parazit emas, ular juda ko'p, nihoyatda ko'p. Ularning ichida biz yashayapmiz. Ya'ni bizni ichimizda parazit yashaydi deb o'ylaymiz, lekin biz infeksiya, parazitlar dunyosining ichida yashayapmiz. Ular bizdan ko'proq. Endi bu qo'rqinchli narsa emas. Qachonki shu to'g'ri mutaxassis, o'sha rejim, davolash, bu koronavirus payti shuni ko'pincha ota-onalarga aytaman, o'sha payti bizga zo'r odat qoluvdi. Hali qo'llarni antiseptik bilan nima tozalab, dezinfeksiya qilib yurardik. Lekin kasallik nima bo'lib tinib yo'qib ketgandan keyin yana bu odat qolib ketdi. O'shanday qilib yursak zo'r bo'ladi. Gijja va parazitlardan xoli hudud bu Germaniya. Yaponiyada xon balig'i esa ham ular yashash kundalik savol bermoqchi. Ha, buni aytmoqchiman, qarang, narsaga bo'ladi, zo'r savol kelib qoldi. Nimaga Yaponiyada sushi roll yeydi-yu, parazitlar masalan ko'p uchraydimi, uchramaydi? Parazitlar kam miqdorda uchraydi. Nima uchun parazitlar ko'p kam uchraydi? Ming xon baliq yesa ham, sushi roll yesa ham desak bo'ladi. Yaponiya bilasiz juda ham tartibli bir rivojlangan, o'ta rivojlangan davlat. Hammamiz bilamiz.
Ularda birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish tartibi joriy qilingan. Ular o'ziga juda qaraydi. Misol uchun ertalab obedda, kechqurun to'g'ri ovqatlanadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ular doim kasal bo'lmasa ham vrachga borib turadi. Oldini tekshirib turadi. Bizda qachonki yotgandan keyin og'riq bo'lsa, proses kuchayib ketsa, keyin murojaat qilamiz. Aksariyat holatda shunaqa. Ularning yashash tarzi bilan bog'liq. Misol uchun, o'sha parazit tushsa ham ular shuni bilar balki, o'shansini profilaktika qiladi, oldini olib beradi. Men misol uchun shaxsan o'zimda shunaqa holat bo'ladi. Biron joyda shashlik yesak yo biron o'tirib qolsak, sal homiliga nima bo'ladigan bo'lsam, dorilarni ichib turaman. Shaxsan o'zim dorilarni ichib turaman. O'sha yuqmasligi uchun. Oilamga ham shunaqa, bolalarimni ham kerak bo'lsa men o'zim har 6 oyda davolab olaman, tekshirib turaman, o'zimiz ham davolanib turamiz. Bolalarim xudoga shukr, soppa sog'lom, kasal bo'lmaydi, yaxshi o'qiydi, xudoga shukr, hammasi bo'ladi. Maqtanish emas, misol keltiryapman. Shuni qilsa bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi. Bu o'sha aytgandek, xom go'sht yeb qo'ysam, xomroq bo'layotgan bo'lsa, sezsam, ko'nglim nima qilsa, dorisini ichib qo'yaman. Mana statistika bo'yicha qaysi davlatlarda eng ko'p uchraydi bu parazitlar bilan kasal Qaysi bo'lish? davlatda gigiyena qoidalari yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, e'tibor bermaydigan bo'lsa, o'sha davlatlarda. Aynan shu deb ayta olmayman. Ular ichiga Masalan, bizlar ham kiramiz. Hindiston oladigan bo'lsak, Hindiston Ha, ularda ham ko'p. juda ko'p. Ko'p, bizda ham ko'p. Chunki hayot tarzi juda Nimada yaxshi deb bo'lmaydi. yaxshi bo'lmaydi. Bizda ham ko'p, shu qatori o'zimiz qo'shni davlatlarda ham ko'p. Qachonki gigiyenaga rioya qilib, sog'lom turmush tarziga o'tamiz, to'g'ri ovqatlanamiz. Shunda ulardan ketsa bo'ladi. Endi bular nima deydi? Yashab keladigan organizm. Buni ham Alloh taolo yaratgan. Organizmda yashaydi. Hozir faqat bitta xususiyati ular parazitlik qiladi. Ya'ni bir organizm hisobiga, xo'jayin hisobiga yashaydi, hech qanaqa mehnat qilmaydi, pul topmaydi, mazza qilib yashaydi. Organizmda yana shunaqa hujayralar, yot begona organizmlar bor. Ular misol uchun bizning ichak tayoqchalarimiz. Ular biz mikrofloramiz deyiladi. Bular saprofit yashaydi. Ya'ni bizdan ovqatimizdan ham foydalanadi. Bizga foydasi ham tegadi. Chunki o'sha ichakdagi mikrofloramiz ovqatni parchalashda ishtirok etadi, ferment ajratadi, bizda immunitet hosil qilib beradi. Parazit hech qanaqa yordam tegmaydi. Turgan bitgan zarar. Yeydi, ichadi, yotadi, bola chaqa qiladi, uy qiladi, to'y qiladi, mazza qilib yashaydi. Yana bir savol kelib qoldi. Ajoyib bir savol kelib qoldi. Ya'ni faqat o'zi biz parazitlarni, ya'ni faqatgina zararli tomonlarini gapirishamiz. Shunaqa parazitlar bormi? Foydali parazitlar. Yo'q. Endi foydali parazitlar deyilmaydi. Endi bir odam bir organizm evaziga ikkinchi organizm tekindan tekin yashashi u foydali deb bo'lmaydi-da uni. Hech qanaqasi foydali deb bo'lmaydi-da. Mana bu misol uchun foydali parazit demaymiz, foydali mikroorganizmlar bor organizm. Terimizda yashaydigan flora bor. Ular terimizning elastikligini, namligini ta'minlab turadi. Shunaqa nima bakteriyalar bor. Ichagimizda o'sha aytgandek mikrofloralar bor. Bifidum, bakterium, lactobacterium bular o'sha immunitet hosil qiladi biz uchun, ferment ajratib, to'g'ri bizdan oziqlanadi, lekin foyda ham keltiradi. Parazit foyda keltirmaydi. Lekin bir nimada kimdandir eshitib qoldim, men qanchalik rost bilmayman, onkologik kasalliklarni ozroq kamaytirish mumkin ekan degan gap. Chunki bu savolni nima uchun berdim? Bir sun'iy intellektga bir savol berib ko'rganimda, ya'ni bir yaqin kunlarda bir savol berganimda, foydali parazit bormi degan paytim. Bir fakt, qanaqadir fakt asosida gapirdi. Lekin o'sha faktning orqasida hech qanaqa bir to'liq ma'lumot yo'q. Bu shunchaki afsona ekan dedim. Ya'ni bu mif, afsona. bor yo'g'i bir qanaqadir informatsiya. Endi bir organizm orqasidan tekindan tekin yashagandan keyin qanday foydali bo'lishi mumkin? Siz misol uchun bolangizga bir kosa ovqat beryapsiz, yarmini o'layapti. Foydalimi shu? Zarar-ku, u undan tashqari o'zidan toksin chiqaradi, bolaga qancha azob beradi, qiynaladi. Parazitlar muammosi oldin ham juda rivojlangan bo'lganmi yoki именно hozirgi zamonda 21-asrda bu rivojlanyapti? Bu muammo qiynayaptimi ko'p kishini? Bu parazitlar azaldan o'zi odamzod bilan, har bir jonzotlar bilan yashab kelgan, bor. Hozirgi kunda bu juda dolzarb, bu yuzaga chiqib qoldi deyishingiz mumkin. Men bilan suhbat qilganingizda, bu haqida ma'lumotga ega bo'lganingizda,
avvalam bo'lgan, misol uchun sizni bolaligingizda oladigan bo'lsak, u payt tibbiyotni rivojlanishi qanchalik bo'lgan, hozir qanchalik rivojlangan. Bilasizmi? Odamlar e, tibbiyotdan ham ayrimlar yaxshi ma'lumotga ega bu haqida. Bilishadi. Rivojlanish kuchli. Shu qator bunga ham e'tibor qaratiladi. Shuning uchun bu doim bo'lib ketgan. Bizda shunchaki o'sha paytlar immunitetimiz sal balandroq bo'lgan. Hozirgi bolalarda sal pastroq. Bunga ko'payishiga olib keluvchi omillar ko'p bolalarda. O'sha fast food zamoni, yarim tayyor mahsulotlar. Eng yana bitta katta narsa mutaxassisning juda kamligi. Mutaxassisning juda kamligi. Misol uchun bilmadim, Navoiyda bo'lsa bitta ikkita bordir. Shaxsan hozircha o'zim shug'ullanyapman. Lekin bu narsani avj olib ketishiga yoki yaxshi tuzalmasligiga nomutaxassis bo'lgan, haqida ma'lumot ega bo'lmagan ayrim tirnoq ichidagi o'sha nima deydi, mutaxassislarni davolab noto'g'ri lecheniya qilish. Shunday holatlar bo'ladi. Davolagan, qayta tekshirib ko'rsangiz yana chiqadi. Mana eshitganmiz, davolanish jarayonida klizmadan foydalanadi. Bu qanchalik to'g'ri? Xullas, bizni klinikamizda ham bu muolaja turi bor. Bu hech qachon gijjani o'ldirmaydi-ku, nima deydi, ta'siri yo'q buni. Bu shunchaki qo'shimcha muolaja turi hisoblanadi. Biz davolayotgan paytimiz uni, misol uchun, gijjani parchalangan qismlari toksinlarini olib chiqib ketish uchun qilinadi. Klizma o'zi davolovchi, tozalovchi turlari bor. Bizda o'sha davolovchi, tozalovchi qilinadi. Misol uchun, klizma qilgan payti, huqni qilgan payt faqat yog'ochakni boradi. Ingichka o'tmaydi. Yo'qda klapan bor. Ingichka o'tmaydi, klapan yopiladi. O'sha tozalab yog'ochakni bo'shatadi. Asosan parazitlar ingichkachakda yashaydi. Aytishingiz mumkin. Undan nima foydasi bor? Yog'ochak bo'shagandan keyin ingichkachakda emas, hammasiga bir tushadi. Biz maqsadimiz yog'ochak uchirsak bo'ldi. U yerda yasha olmaydi. Ichakda ham muhiti bor. Bu yoqda boshqacha muhit, yoz, yog'ochakda qish, aytaylik, shunaqa. O'sha yasha olmaydi, tushsa bo'ldi, keyin chiqib ketaveradi. Mana mohiyati klizma. Uchun achishini tozalash, davolash organizmga ziyon. Uni qachondir juda ham issiq suvda yoki yaxliroq suvda, sovuq suvda qilib qo'ysangiz, ichak shilliq qavatini zararlash mumkin, yallig'lantirish mumkin. To'g'ri tartibda, to'g'ri temperaturada qilsangiz, mutlaqo ziyonsiz. Qoni foyda. Bugungi qiziq va foydali podkast uchun Elyor aka, sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Bu podkastimizdan keyin agar odamlar sog'ligiga ozgina bo'lsa ham e'tibor bergan bo'lsa, biz bundan juda xursandmiz. Azizlarim, yaqinlarim, o'zingizni asrang. Agar bu podkast yoqqan bo'lsa, keyingi podkastimizni mavzularini izohlarda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.